Vatandan kelgan uchurlar. Uyg'urlarning kundalik arxiv turg'izish tuzumi jiddiy va maxfiy yurgizilmoqda. 2021-yil 5-oyning 20-kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, Sharqiy Turkistonda umumyuzlik butun Uyg'urlarning kundalik arxiv turg'izish tuzumi bor bo'lib, Uyg'urlarning har kundagi ish faoliyatlari tafsiliy xotirlanadi ekan. Bu arxiv kishilarning kim bilan ko'rishib, nima deyishganligini tafsiliy o'z ichiga olgan bo'lish kerak ekan. Bu arxiv har kuni tushdan keyin soat 3 da boshlanib, 5 bilan 7 orasida oxirlashadi ekan. Bu intayin muhim va maxfiy xizmat hisoblanadi ekan. Uningdan boshqa Uyg'urlarga kunda bir xil suyuq dori ishkuzish davomlashmoqda ekan. Aqsu Ayköl yezisidagi kishilar 12 soat charlash elib berishga majbur bo'lgan. 2021-yili 5-oyning 20-kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, Aqsuning Ayköl yezisidagi kishilarni cho'ng kichik demay qo'liga to'qmoq tutqizib kunda 12 soat charlash qildirdi ekan. Buning uchun hech qanday haq berilmaydi ekan. Yerkellik dağlık ticaretçi Nurmehmet Hacim'nin inisi Roza Hacim lagerda ölgen. 2021-yili 5-oyning 17-kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, 2017-yilgacha Guangzhouda Nurbostan restoranini ochgan yerkellik dağlık ticaretçi Nurmehmet Hacim'nin inisi Roza Hacim bu yil 4-oyda lagerda ölgen bo'lib, jasadi chiqarib berilgan. İlgiri restoranning oshxonasiga mas'ul bo'lgan, adab qoidalik bo'lgan Roza Hacimning qiyin qistaq sababidan o'lganligi ilgari surilmoqda. Uning aksi bo'lgan Nurmehmet Hacimmi 2017-yili ayoli va qizi bilan lagerga elib ketilgan bo'lib, Nurmehmet Hacimning 19 yillik kesilganligi ma'lum. Xitayning atalmış Güzel Şinjan barpo qilish sapsatisiga erishib, masjidlar g'oyib bo'lmoqda. Reuters agentligining 14-maydagi xabariga qaraganda, yaqinqi yillardan buyon Xitoy Kommunistik partiyasining Sharqiy Turkistondagi diniy e'tiqodga bo'lgan cheklovlari kun sari kuchaygan bo'lib, Xitoyning vayron qilishidan amon qolgan masjidlar Kommunist partiyasining tashviqotlari bilan to'lgan. Reuters agentligi payshanba kuni Sharqiy Turkistonning g'arbiy, janubiy ve o'tir qismini ziyorat qilgan bo'lib, ular ziyorat qilgan masjidlarning ko'pinchisi qisman yoki butunlay chaqib etilgan. Xitoy hukumati Sharqiy Turkistonda 20 mingdan ortiq masjid borligini aytgan bo'lsa-mu, ammo bu masjidlarning ahvoli haqida tafsiliy ma'lumot bermagan. Avstraliya strategik tadqiqot o'rnining tadqiqotiga asoslanganda, oldingi 3 yil ichida 16 ming masjidning qisman yoki butunlay vayron qilib etilganligi oshkorlangan. Xitoy Uyg'urlarni majburiy ishlatish orqali quyosh energiyalik batareya taxtasi yasamoqda. Hindiston Bloom shirkati to'rining 17-maydagi xabariga qaraganda, yer shari quyosh energiyalik batareya taxtasi ishlab chiqarishning Xitoyning Sharqiy Turkiston rayonidagi Uyg'ur musulmonlarining majburiy emgakka chetishlik ekanligi bayqalgan. Xitoy Kommunistik partiyasi Sharqiy Turkistondagi millionlagan Uyg'ur va boshqa oz sonli millat musulmonlarini eshinchi emgak kuchi va emgak kuchlarini yo'tkash nomida butun mamlakatdagi dehqonchilik rayoni va zavodlarda qul ishchi qilib ishlatgan bo'lib, Xitoy hukumati uzundan beri o'zining bu razil siyosatini turli yo'llar bilan pardozlab kelgan. Gerçi Xitoy hukumati bu razil qilmishlarining davlat qonuniga mos keladiganligini, ishchilarning o'z ixtiyorligi bilan ishlaydiganligini izchil ta'kidlab kelgan bo'lsa-mu, hukumat va korxona manbalaridan ilingan faktlardan isbotlanishicha, emgak kuchlarini yo'tkash va ishlatish Uyg'ur rayonida azaldan ko'rilib boqmagan majburlash xarakteriga ega ekan. Xabarda yana Sharqiy Turkiston rayonidagi majburiy emgakning xalqaro ishlab chiqarish zanjiriga qanchalik ta'sir ko'rsatganligini tekshirish uchun barliq quyosh modeli zanjirining tekshirilganligi tilga olingan. Xitoy Azodlik armiyasi Sharqiy Turkistondagi harbiy qismini zamonaviylashtirdi. Hindiston vaqti gazetining 17-maydagi xabarida deyilishicha, Hindiston 2020 yili Xitoyning
Galvan va Bangkok ko'li rayonidagi territoriyalik tajovuzchilik qarshi chekinishni rad qilgandan keyin Sharqiy Turkiston kishilarning diqqatini qo'zg'ashga boshlagan. Sharqiy Turkiston harbiy rayoni Xitoyning g'arbiy qismidagi qo'mondonlik shtabining bir qismi bo'lib, yaqinqi bir qancha yil ichida Xitoy ozodlik armiyasi Sharqiy Turkiston harbiy rayonidagi quruqlik qismlarining zamonlashtirish salmoqini zo'r darajada oshirgan. Amerikaning Beijing va Hong Kong aloqador askariy xodimi Dennis Blaskoning so'ziga asoslanganda, Sharqiy Turkiston harbiy rayonining o'zida 50-60 ming armiya askari bor bo'lib, boshqa tahlillarga qaraganda Xitoy ozodlik armiyasining Sharqiy Turkistonda 70 ming quruqlik armiya askari borligini ko'rsatib bermoqda. Xitoy hukumati Nancy Pelosi'ga Beijing Olimpik tanarkat musobaqasini boykot qilish sababli zarba berdi. Fransiya 24 to'rining 19 maydagi xabarga qaraganda, Amerika Avam palatasining boshlig'i Nancy Pelosi Xitoydagi kishilik huquq tafsanchiligi sababli kelar yillik Beijing qishliq Olimpik tanarkat musobaqasini diplomatik boykot qilishga chaqirgandan keyin Xitoy chorshanba kuni uni yolg'onchi deb atagan. 2022 yili 2 oyda Xitoyda o'tkazilmoqchi bo'lgan bu tanarkat musobaqasining orqasida Amerika Xitoyning Sharqiy Turkistondagi qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb atagan bo'lib, seshanba kuni Pelosi Olimpikni diplomatik boykot qilishni talab qilgan. Uning bu so'zi Xitoyda keskin inkas qo'zg'agan bo'lib, Xitoy diplomatiya ministri Zhao Lijian Amerika siyosiyonlari Olimpik musobaqasi to'g'risida siyosiy o'yin o'ynashni to'xtatish kerak deb bildirgan. Analizchilar Xitoyning bu qatimliq tanarkat musobaqasini o'zining iqtisodiy va diplomatik kuchini dunyo sahnasida paradini o'tkazish fursati deb qaraydiganligini bildirishmoqda. Kishilik huquq faoliyatchilari tanarkatchilarni Beijing Olimpik musobaqasini boykot qilishga chaqirdi. Reuters agentligining 19 maydagi xabarda deyilishicha, kishilik huquq faoliyatchilari seshanba kuni tanarkatchilarni kelar yili Xitoyda o'tkaziladigan qishliq Olimpik tanarkat musobaqasini boykot qilishga chaqirgan. To'liq boykot qilish chaqirig'i Amerika parlamentining qishliq Olimpik tanarkat yig'ini va Xitoyning kishilik huquq masalasi muzokara qilinadigan isbot anlash yig'inidan ilgari o'tirib qo'yilgan bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Tibet harakati, Erkin Tibet, Uyg'urlarga safarbarlik faoliyati qatorliq tashkilot va harakatlarning vakillari axborot e'lon qilish yig'inida qatnashgan. Vakillar yig'inda Xitoyning razil qilmishlarini ayblаш bilan birga tanarkatchilarni haqni so'zlashga va kuchni ishlatishga undagan. Litva parlamenti Xitoyning Uyg'urlar ustidagi bostirishini irqiy qirg'inchilik deb tanidi. Litva parlamenti 19 may chorshanba kuni Xitoyning Uyg'urlar qaratgan bostirishini irqiy qirg'inchilik deb tanib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Xitoy Sharqiy Turkistonda qurgan jazo lagerlarini tekshirishini, shundaqla Yevropa ittifoqining Xitoy bilan bo'lgan munosabatini ko'zdan kechirishini talab qildi. Uyg'urlar uchun Turkiya. 2018 yili 11 oyda Turkiya axborot va tadqiqot idorasi bir turlik tekshirishni qanot yaydirgan bo'lib, 46% Turkiyaning Xitoyga ijobiy qaraydiganligini, ularning 62%ning Xitoy Turkiya uchun muhim deb qaraydiganligini, shundaqla Xitoy bilan savdo munosabatining kuchliligini davomli saqlash zarur deb qaraydiganligini ko'rsatgan edi. Halbuki 2018 yili 6 oydan burun Xitoyga ijobiy qaraydiganlarning nisbati oralla 30% edi. Mana bu ochiq haqiqat shu yil boshlangan iqtisod krizisining turklar ichidagi jonliq inkosi bo'lib hisoblanadi. Turkiyadagi hozirgi statistika bo'yicha taxminan 50 ming atrofida mo'ljallanayotgan Uyg'urlar va ularning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, diniy va milliy kelajagi uchun Turkiya ba'zi taraflarda alohida afzallik ega. Holbuki Turkiya boshqa demokratik ellarga qaraganda bir qadar xatarlik va turoqsiz bo'lib, bu salbiy taraflari shu yerdagi Uyg'urlarning istiqboli uchun ko'p ziyonliq. Birinchi, siyosiy jihatda. Turkiya siyosiy jihatdan Uyg'urlar uchun intayin muhim. Hozirgi Turkiya 20-asrdan ilgari Erondan boshqa butun O'rta Sharqni idora qilib kelgan.
Shu vajidan uning O'rta Sharqdagi arab ellari bilan Shimoliy Afrikadagi arab ellari orasida inovati, obro'yi va ta'siri zo'r. Undan boshqa Kavkaziya va Balqandagi ba'zi kichik va uzundan beri ezilib kelgan ushoq allardan Shimoliy Kavkazdagi 7 musulmon avtonom jumhuriyati, Rossiyadagi tatarlar, Qrim tatarlari, Gagauz, Boshnaxlar va Albanlar Turkiyani bak cho'ng bildi. Erdo'g'anning butun islom dunyosiga lider bo'lish istagi uni tashqi ishlarda islom dunyosining o'rtaq eng sezgir masalasi bo'lgan Falastin masalasi orqali nufuzi va ta'sirini kuchaytirishga turtki bo'lgan. Biroq 5 yildan buyongi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi Recep Tayyip Erdo'g'anning Falastin orqali topgan dunyoviy inovatini biroqla yer bilan yakson qilgudek holga keltirdi. To'lim afsus, Turkiya hukumati donolik bilan shu yerdagi Uyg'ur tashkilotlarini o'ziga har jihatdan to'liq beqindirib olg'ashqa, uning ustiga u yerdagi tashkilotlarning hech biri siyosiy tashkilot saviyasida emas, balki sepi o'zidan ta'siri intayin cheklik bo'lgan ijtimoiy tashkilotlar bo'lg'ashqa, Turkiyada Uyg'urlar uchun g'oyat zo'r siyosiy boshliq va afzallik mavjud. Turkiyadagi Uyg'urlar hozirgi ijtimoiy tashkilotlarga chaqilmayla, haqiqiy siyosiy tashkilotdan birini qurib chiqishi, birla partiya bilan emas, balki hamma partiya bilan muvofiq aloqa o'rnatib turib, Uyg'ur masalasi va milliy mustaqillik uchun Turkiyani orqa safga aylantirishi kerak. Hech bo'lmasa, shu yerdagi Uyg'urlarning har jihatdagi qiyinchiliklarini va g'amlarini tubdan hal qilgudek holga kelishi kerak. Ko'p partiyalik tuzumdagi Turkiyada Uyg'urlarning barliq tashkilotlari asosan hozirgi davlatni idora qilayotgan oq partiyaga sadoqatmand dernaklarga aylanib qolgan bo'lib, rasmiy tashkilot nomidan boshqa o'qitishi partiyalar bilan izchil aloqa qilishi yo'qning o'rnida bo'lmoqda. Buning shu yerdagi Uyg'urlarga keltiradigan ziyni eg'ir bo'ladi. Siyosat cho'ng qimorbozga o'xshaydi. Barliq dasmayni birli partiyaga tikkan Uyg'urlar shular bilan tangla barlig'ini uturdi. Birli kemiga qisilib chiqgan Uyg'urlar shu kemi cho'kislar tang cho'kib ketadi. Muhammad Emin Bug'ro apandi bu nuqtani obdan bilgachga, umr bo'yi birli partiya bilan aloqa qilib, bir millatning taqdirini partiyalar aro siyosatning qurboni qilayotgan emas. Xitoy Uyg'urlarning boshqa partiyalar bilan aloqa qilishini cheklash uchun qo'ldan kelgan hamma chorani qilib, utuq qozonib kelmoqda. Chunki Xitoy 1998 yildagi Turkiyani ko'rishni bakli xohlaydi. Shu chaqdimi birla partiyaga sodiq bo'lganning badalini shu yerdagi Uyg'urlar necha yil o'tgan edi. Ko'k bayroq ostida 3 odam mungtishib qolsa-mu, qonunga xilof hisoblanadi. Bu ajalli xatolik vaqtida tuzatilmasa, balkim saylovda partiyalar almashgandan keyin Turkiya Uyg'urlar uchun foydasiz yerga aylanib qolishi mumkin. Ikkinchi, ijtimoiy jihatda. Turkiya jamiyati rangarang bir jamiyat. U yerda ming yillar davom qilib kelgan an'ana asosida rivojlanayotgan jamoatlar o'tgan bir asrda Mustafa Kemalning islohoti natijasida yetishib chiqqan moderni va dindan xoli tuzumni afzal bildigan demokratik guruhlar, mo'tadil va oshqun millatchilar, ummatchilar va g'arb parastlar bilan to'lgan universal bir jamiyat mavjud. Undan boshqa Turkiyada har xil dillar va mazhablar inoq ittifoq yashayotgan bo'lib, bu yerda Shia sunniy jidili, musulmon va xristian o'chmanligi yo'q deyarlik. Bu Turkiyaning uzun yillik davlat e'tiqodidan kelib chiqqan ijobiy ahvol. Turkiyada yashayotgan Uyg'urlar asosan degudek taqvodor musulmonlar va diniy zotlardan tarkib topqachqa, ular Turkiya jamiyatining bir qism cheklik bo'shlig'idan foydalanish imkoniyatiga ega bo'la olgan. Turkiyadagi partiyalar dal yuqoridagi har xil ijtimoiy to'plamlarga mansub bo'lib, ular hammasi o'zi tava bo'lgan guruhining qimmat qarashini hukumatni qo'lga olish orqali butun Turkiya miqyosida zo'raytirish va kuchaytirishni maqsad qiladi. Turkiya davlati qurilgandan buyon asosan Mustafa Kemal qurib chiqqan dindan xoli hokimiyat tuzumi va parlamentlik tuzum ustunlikni egallab keldi. Adnan Menderes va Najmiddin Erbakanlar
ko'p qatim burunqi an'anani va dinni siyosatga akirib, ham zamonaviy, ham an'anaviy madaniyat kuchi asosida kuchi urg'ib turgan Turkiya qurish uchun kuchab baqdi. Biroq har qadamda harbiy o'zgarishlar orqali og'dirilib, orzusi yarim yo'lda qoldi. Ularning orzusini Erdo'g'an o'rniga oldi. Uning davrida Turkiya burunqi Kamalcha va g'arbcha yo'lda emas, balki Erdo'g'ancha va sharqcha yo'lda mangdi. Burun Turkiya Amerika va Angliya bilan yaqin o'tgan bo'lsa, endi Xitoy va Rossiya bilan yaqinlashmoqda. Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik elib berilayotgan xalqiliq paytlarda Turkiyaning Xitoy bilan ziyoda yaqinlashib ketishi, Xitoyning Falastinni qattiq qo'llab, islom dunyosida qayta inovat qozonib olishiga qarshi Uyg'urlar bakmo sagak bo'lish kerak. Halbuki Uyg'urlar Xitoyga qarshi tadbir tuzish o'rniga hadislar o'zaro quruq talash tartish qilib, oltin fursatni qo'ldan berib qo'ymoqda. Turkiya taraf Suriya musofirlarga quchoq ochgandan keyin Turkiyadagi avomning arab xalqiga bo'lgan o'chmanligi kuchayishga boshladi. Hatto ularning tashqi qiyofatlarimi turklarning ko'ziga sig'mas bo'lib qoldi. Turkiyadagi Uyg'urlarda yetaklanish kamchil bo'lganlikdan bilib bilmay, yerlik turklarga qiyofat va harakatlarda arablardek tuyuq berib qo'yib, dindan xoli g'arbparast kishilar ichida yoshurun o'chmanlik qo'zg'ab qo'ygan bo'lishi aniq. Ular hozirdan boshlabla ochiq-oshkora Uyg'urlar hammasi Erdo'g'anchilar, dinchilar va Daishchilar deb qaralashga boshladi. Bu xil ijtimoiy norozilikning va o'chmanlikning kuchi dal partiyalar va hukumat almashganda ko'rildi. Ana shu chaqda Turkiyadagi Uyg'urlarni kutib turgani ko'chalardagi norozilik emas, balki qonun va davlat tarafidan kelgan zarba bo'ladi. Navoda Turkiyadagi Uyg'urlar nuqul hukumatga va hokimiyat beshidagi partiyaga sadoqatman bo'lishga kuchab, boshqa ijtimoiy guruhlar va o'qitish jamiyatlar bilan munosabat o'rnatishga kuchimisa, avomning qo'lishiga erishamaydi. Hukumat pasib o'rinda turishga majbur bo'lgan allarda Uyg'urlar cho'qim xalqqa kuchash lozim. 50 ming Uyg'ur 80 million turk xalqiga sal qarab, ularning ta'siridan va hissashligidan ayrilib qolsa, ovchilar ularni bemalol va oshkora satalaydi va yevitalaydi. Turk xalqi 80 millionlik zo'r jamiyat. Shunga hukumatdan ko'zlagan unumga erishmoqchi bo'lsa, Uyg'urlar cho'qim Turk xalqi ichidagi faoliyatlarni va tashviqotlarni hasilab kuchaytirishi kerak. 3. Iqtisodiy jihatda. Yaqinqi yillardan buyon Turkiya bilan Xitoyning iqtisodiy munosabati zo'r darajada oshdi. 2000-yili ular o'rtasida savdo almashtirish miqdori tunji qatim 1 milliard Amerika dollaridan eshib ketdi. 2009-yili 10 milliard 70 millionga yetgan bo'lib, 2017-yili 27 milliardga yetgan. Xitoy navbatda Turkiyaning eng chong tashqi savdo va import-eksport hamrohi. Turkiya bir balvoq bir yo'l tashabbusidagi aktiv a'zoning biri. 2019-yili 6-oyda Xitoy Xalq bankisi iqtisodni qo'llash uchun Turkiyaga 1 milliard dollar yo'tkab bergan bo'lsa, keyingi yil sentabrda Xitoy Taraqqiyot bankisi Turkiya Taraqqiyot bankisiga 200 million dollar qarz berdi. Angliya Telegraf gazetining 2020-yili 26-iyul e'lon qilgan bir dokladida mundaq deyilgan: Erdo'g'anning siyosiy sababidan qayta yuz berayotgan iqtisodiy krizis va Yevropa turksidiyati Turkiyani boshqa do'stlikqa, bo'libmi Xitoyga do'stlik izhor qilishga majburladi. Beijingning bir balvoq bir yo'l strategiyasining bir qismi sifatida Xitoy shirkatlari Turkiyaning ul aslahalarini taraqqiy qildirishga milliard dollar mablag' soldi. Beijing kelar yilning oxirida mablag'ni bir qatlab 6 milliard dollardan oshirishni nishonladi. Turkiyadagi Xitoy sayohatchilar 2011-yilgi 98 mingdan 2015-yili 300 mingga, 2018-yili
400 mingga yetdi. Yaqinqi 10 yilda 537% oshdi. Turkiya hukumati kelgusi bir necha yilda bu sonning ko'payib 1 millionga yetishidan umid borligini aytgan. 2019 yilning oldingi 8 oyida 292.322 Xitoy sayohatchi Turkiyani ziyorat qilib, oldingi yilga selishtirganda 12% oshgan. Ilgari Xitoy Turkiyada iqtisodiy vosita orqali siyosiy g'arziga yetish taktikasini loyiq yetkazib o'ynayotdi. Hatto bu yil aprelda topshirmoqchi bo'lgan vaksinani qasddan bermay, orqa suzatishdan iborat nomussizligimi buni to'lig'i bilan isbotlaydi. Bu xil taktika yolg'iz Turkiyaga emas, balki butun dunyo ellariga o'rtaq qo'llanayotdi va unumi yuqori bo'layotdi. Turkiya iqtisodi 2013-yildan buyon izchil turoqsiz bo'layotgan bo'lib, Turkiyaning tashqi ishlar siyosatiga tutun burilish, g'arbdan sharqqa eg'ish tufaylidan burunqi ittifoqdoshlari va qo'llovchilari uningga har xil iqtisodiy embargo yurgizmoqda. Shu vajidan turk lirasi 9 yildan buyon izchil paxallashib, burunqi $1 2 lira saviyasidan hozirgi $1 8.5 liraga teng saviyaga tushib qoldi. Uyg'urlar asosan tuvan darajadagi iqtisodiy kuchga ega bo'lg'achqa, Turkiyada mablag' solib tijorat qilgudek sharoiti borlari yo'qning o'rnida. Ko'pincha Uyg'urlar ushoq tijorat va oylik maoshga tayinib kerikchilik qilmoqda. Uning ustiga Turkiyada iqtisod osondagi kapitalistlarning monopolligida bo'lg'achqa, dasmoyi solib tijorat qilganlar ichida shularla hasilab foyda ola oladi. Boshqa ushoq tijoratchilar sog'an mablag'i tushliq foyda ko'rmay turibla, aksicha ko'plab ziyon tortib oldi. Bo'libmi Xitoy yursi mazgildagi uyga solinib o'tirishdan keyin zamonaviy texnika va uchur bilimlari borlar tez yuksaldigan, qari kuch bilan jon saqlaydiganlar jon talishadigan vaziyat ko'zga ko'rinyotdi. Baxmichilik va qurilish qilish orqali tirikchilik qilayotgan Uyg'urlar bu mezgilda ko'plab ziyon tortib olgan bo'lib, bundan keyin Turkiyadagi Uyg'urlar iqtisodiy jihatdan texmo qattiq qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. 4. Diniy jihatda. Diniy jihatda Uyg'urlar uchun Turkiyadek afzal muhit boshqa yerda yo'q. Ammo odamni ansirtadigan yeri shuki, Turkiyadagi Uyg'urlarning siyosat bilmaydigan odamlarning xato yetaklash ostida turk xalqiga, bo'libmi kamolcha ideyatga kishilarga nachar ta'sir berib qo'yishi yoki g'arb ellardagi qarindoshlarini ayblayman deb ularni fatuvchi, isroilchi va g'arbparast deb qarlab yurib, Turkiya hukumati va turk xalqiga vatanimizdagi Uyg'ur xalqining ichinishlik fojiasini Amerikaning o'yini, Isroilning o'yini ekan degan xato tuyg'uga keltirib qo'yishi mumkin. Bu deganlik Turkiyadagi Uyg'urlar vatandagi xalqning qiniga sherik bo'ldi deganlik. Shundaqla o'z millatining obrazini o'z og'zi bilan xunuklashtirib, kelgusida o'z putiga o'zi palti chapdi deganlikdir. Bu xatolikning badalini o'taydigan chaqda pushaymon qilganning foydasi yo'q. Shunlashqa Turkiyada cho'qim hamma partiyalar bilan normal aloqa qila oladigan, Uyg'urlarning milliy irodasiga to'liq vakillik qila oladigan bir siyosiy tashkilot bo'lishi zarur. 5. Milliy madaniyat jihatda. Turkiya uzundan beri Yevropa ellari bilan quyuq aralashib o'tkashga, uning ustiga boshqalardan ko'plab nurg'un madaniyat omillarini qabul qilgachqa, ularning madaniyati bakla shalg'otlashib ketgan. Eng yomon bo'g'ini turklar bilan Uyg'urlar o'zaro qarindosh xalq bo'lgachqa, o'rtaq til va o'rtaq qimmat qarash ularning tezla singishib ketishiga turtki bo'lishi mumkin. Ya'ni Uyg'urlar diqqat qilmasa asala turklashib ketishi mumkin. Shunga Uyg'urlar Turkiyada hozir bor bo'lgan Ayxon ma'rifi, Yera ma'rifi uchiqi va boshqa ona til maktablari uchun qarorlik iyona qildigan bir ma'rif fondi ta'sis qilib, Uyg'urcha gazet, jurnallar va asarlarni ko'plab tuzib, yetishib chiqayotgan farzandlarimizni mukammal bo'lgan Uyg'ur milliy madaniyati bilan universal yo'sinda tarbiyalab chiqish kerak. Uyg'ur bolalari
millatning muhojiratdagi umidi va borlig'idir. Erik yo'lidagi qismatlar. 4. qism. Malayziyadagi ansiz kunlar. Erik va hurlik uchun yo'lga chiqqan azmatlar uchun 2014-yili balo qazolik va qayg'u hasratlik bir yil bo'ldi. Bu yili vatanimizdagi Uyg'urlar o'z ichidagi eng sarxil va qobiliyatli o'g'lonlardan mahrum bo'lgan bo'lsa, erkinlik uchun har xil qochoq yo'llar orqali Xitoydan qochib chiqqan jasur yigitlarimiz Sharqiy Janubiy Osiyo ellarining chegara mudofaa qismlari tarafidan surishti qilinmasdan etib tashlandi. Zalim Xitoydan qutulib, o'ziga o'xshash qimmat qarashdagi 3-chi bir davlatda tutilish va etib tashlanish Uyg'ur xalqi uchun nima degan azobli qismat ha? Taylanddan sog' chiqib ketadigan bo'lsa-mu, eng cho'ng falokatning o'zlarini Malayziyada kutib turganligi xiyolidimi bo'lmagan 3 yigit shu yerdagi burun kelgan Uyg'urlar o'ltiraqlashgan binolarga o'rinlashidi. To'limu afsus. Aradan necha oy o'tmayla Malayziyadami jiddiy o'zgarishlar bo'lib, Uyg'urlar kollektiv tutqun qilinishga boshlaydi. Odiljon va uning hamrohlari 3 oy dakidukida, yana 3 oy qochoqlar solinadigan tutib turish o'rinlarida ansiz va umidsiz yashashga majbur bo'ladi. Bu jarayonda ularni har kuni Xitoyga majburiy qaytirilish xavfi bearam qiladi. Shundaqdimi, ular butunlay umid uzmay, yaratgan egisiga iltijo qilib yurib, bu qiyin va halqiliq paytlardan salomat o'tib ketdi. Odiljon 2014-yili haqida o'zidek tavakkulchilarga vakolatan shundoq deydi. Uyg'urlarning Xitoyning odam chidg'usiz zulmlardan kechib, erkinlik izlab, chet ellarga chiqib ketish jarayonida etib o'ldirilish hodisasi ham xalqaro jamiyatning diqqatini unchola keng tortolmadi. Hem Uyg'urlar orasida ancha qattiq g'ulg'ula qo'zg'ay olmadi. Chunki 2014-yili butun dunyo miqyosida ta'siri zo'r voqealar uzilmay yuz berib turg'ashqa, butun dunyoning diqqati ashu voqealarga markazlashib qilib, bizga yetarlik diqqat berolmay qoldi. Buni g'animat bilgan Xitoy bizni chegara sirtidagi 3-chi davlat bilan hamkorlashib, qilchi tivish chiqarmay yig'ishtirib tashladi. Undan boshqa bizmi ovozimizni chiqara olmay, necha yilni qo'rqinish bilan o'tkazib o'tdik. Mana endi Xitoy bizni terrorlik bilan qaralab, vatanimizdagi xalqimizni to'liq yo'qotish harpisida hikoyamizni va asli maqsadimizni aynan bayon qilib, Xitoyning yolg'on va soxta bayonlarini bitchit qilishni qaror qildim. Odiljonning ilgari surishicha, Tayland, Malayziya chegarasida nurg'un salohiyati noma'lum odamlar chegaradan o'tish jarayonida turli sabablar tufayli jinidan ayrilgan. Tar qo'ltiqda suvga g'arq bo'lib qazo qilgan Uyg'urlarmi oz bo'lmagan. Malayziya xon jamiyati soqchilari ikki soqchining odam elib setish delosini tekshirish jarayonida 2016-yili 28-may Malayziya Tayland chegarasidan 139 ko'chmanning jasadini bayqagan. Bu joy Perilish shahrining Vankolian degan joydagi odam elib setish bargohi bo'lib, ular bu yerdan butun jasaddan 28 ni va 139 odamning so'ngakka aylanib ketgan ustixonlarini bayqagan. Demak, bu yerda qanchalik Uyg'urning untinsiz yo'qolib ketgani texchi sirpeti turmoqda. Chunki odam elib sotadiganlarning tishiga tegib qo'yganlar shular tarafidan o'ldirilib tashlanadigan ish normal ishga aylanib qolgan edi. Undan boshqa xalqaro taratqular 2016-yili 16-mart 2 nafar Uyg'urning Indoneziyada etib o'ldirilganligini xabar qilgan bo'lib, Uyg'ur kuzatuvchilarining qarashicha
chet ellarda etib o'ldirilgan Uyg'urlar buning bilanla cheklanib qolmaydi ekan. 2014-yili 18 aprel Vietnam gazetlarining xabar qilishicha, Xitoy orqali Vietnamga qochib chiqqan bir turkum Uyg'urlar Xitoyga qaytirib beriladigan chaqda qarshilik ko'rsatgan. 5 nafar Uyg'ur Vietnam soqchilari bilan to'qinish jarayonida etib o'ldirilgan. Uyg'ur kuzatuvchilarining bildirishicha, bu voqeaning tafsiloti ma'lum emas ekan. Biroq o'lgan va Xitoyga qaytirib berilgan Uyg'urlarning yurtini tark etganligi aniq ekan. Xalqaro taratqularning 2014-yili 23 yanvar Uyg'ur eli bilan Qirg'iziston chegarasidagi Oqshiroq degan joyda 11 nafar Uyg'ur Qirg'iziston chegara mudofaa kuchlari tomonidan etib o'ldirilganligini oshkorlagan. Ammo voqeaning tafsiloti haqida ma'lumot bermagan. Axborot vositalarining bu o'lim hodisalariga nurg'un sirlarning yoshiringanligini bildirgan bo'lib, o'lgan Uyg'urlarning Qirg'iziston doiralarining ilgari surgunidek qurolli kuchlar ekanligini isbotlaydigan dalillar hozirga qadar o'tirg'i chiqmagan. Odiljon va uning sabdoshlari Malayziyaga yangi kelgan dastlabki 3 oyda bir qadar o'zini bexatar va erkin his qilgan bo'lsa-mu, biroq 2014-yili yozdan boshlab Malayziyamu Vietnam, Tayland va Indoneziyaga o'xshash qattiq vosita qo'llanib, zo'rliq kuch bilan qochoq yo'llar orqali o'zini panoh tortib kelgan Uyg'urlarni tutqun qilishga boshlagan. Kunming voqeasi, Qrimning yutib olinishi, Malayziya aeroplanining yo'qolib ketishi, burun panohlangan o'rmonlikdagi Uyg'urlarning tutqun qilinishi qatorliq omillar Odiljon va uning sabdoshlarini Malayziyadan tezroq ayrilishga majburlagan. O'ylamagan yerdan ular 2014-yili 22-iyun aeroportda tutqun qilinib solab qo'yilgan. 28-iyun Ramzonning tunji kunidan boshlab ro'za hayitqichi bo'lgan bir oy ichida bu yerda solangan Uyg'urlarning soni 250 nafardan eshib ketgan. Bulardan ba'zilari shu yilning oxirgi minutlari ozodlikka chiqib Turkiyaga kelib olgan. Yana bir turkumlari Malayziya tarafidan o'ltiroq rayonlarda tutqun qilinganlarga qo'shib etilgan. Malayziya ko'chmanlari doiralari 2014-yili sentabrda poytaxt Kuala Lumpur shahar markazidagi 2 o'ltiroq binoni qurshab 155 nafar Uyg'ur musofirni tutqun qilgan. Aysajonning ilgari surishicha, tutqun qilinganlarning 42 nafari er, 37 nafari ayol va 76 nafari bolalar edi. Soqchilar Uyg'ur musofirlarini Malayziya chegarasidan qonunsiz kirish bilan ayblab tutqun qilgan edi. Tayvan Markaziy axborot agentligining oshkorlashicha, ko'chmanlar doiralari yana Uyg'urlarga chetishlik atalmish bir odam atkazchilik guruhini qo'lga olgan. Lekin xabarda mazkur odam atkazchilik guruhining yerlik malaylar yoki Uyg'urlar ekanligi tilga ilinmagan. Xitoy hukumati 2019-yili 5-iyul voqeasi deb atib olgan Urumchi qirg'inchiligidan boshlab diniy va milliy bostirishni kuchaytgandan keyin nurg'un Uyg'urlar Xitoyning Yunnan va Guangxi o'lkalari orqali Sharqiy Janubiy Osiyo ellariga qochib chiqishga boshlagan. Malayziya davlati 2013 va 2015 yillarda bu Uyg'urlarning bexatar holda 3-bir bexatar davlatga berib o'rinlashishidagi muhim o'tkal bo'lib qolgan edi. Afsus, shu chaqdagi Malayziya bosh ministri Najib uchiga chiqqan parxo'r bo'lg'achqa, Xitoy uni setib olib, shu orqali Malayziyadagi Uyg'urlarga oz bo'lmagan balo qazolarni elib kelgan. Xinhua agentligi yangi xalqaro mikroblogining 2015-yili 7-martdagi xabariga qaraganda, Malayziya taraf MH370 tiplik aeroplanning Janubiy Hind okeanida halok bo'lganligiga doir uchur va sun'iy hamroh sonliq ma'lumotlarni Xitoyga topshirib berganligini aytgan. Malayziya bosh ministri Najib 26 mart Xitoy hukumatining favqulodda elchisi, diplomatiya ministrligining muavin ministri Jang Yisui bilan ko'rishib,
Malayziya tarafning uchurlarni o'z vaqtida Xitoy hukumatiga yetkazdiganligini Janubiy Hind okeanidagi munosabatlik dengiz tavalligida izlash xizmatini markazlik qanot yaydirdiganligini bildirgan. Taylanddagi o'rmonlikdan tutilgan Uyg'urlar, Vyetnam va Indoneziyada itib tashlangan Uyg'urlar mushu axborot almashtirishdan uzoq o'tmayla balo qazoga uchirgan. Undaqda Odiljon va sabdoshlari qanday qilib mo'jizalarcha xatardan qutulib, omon-eson Turkiyaga kelib oldi? Ular Turkiyada orzu qilgan hayotga erishdimi? Ular Turkiyaga kelgandan keyin hayotlik falsafasida qanday o'zgarishlar bo'ldi? Ular nima uchun hayotini, ahamiyatini yo'qotdi deb qaradi? Bu xil o'zgarish ularda qanday aks tuyg'u va qattiq harakat qilish istikini paydo qildi? Bularga qiziqsangiz, diqqatingiz davomli keyingi sonlarda bo'lsin.